Hayatımdaki tunji qitimliq vlogimdan boshlayapman. Aras mushu burunqi vlogdagi mening holatim bilan hozirgi holatimni mushu vloglar tugab toki mushu Guangzhoudagi vaqtniki kagicha diqqat bilan ko'rsanglar, mening qadirayin bir yurishimning qanchalik noch kelganini o'zinglar qila olasizlar. Bu vaqtlar balla meniki inim, ananiki bizning urug' tuqqanlar, mening dadam, men mas'uliyatni ichiyotgan vaqtlar mavjudmi? Shu o'zimizga sinayotgan vaqtlar. Yinarim qo'zg'alib qolibdi. Shularni qilib qarta do'rni yeb, uyga berib birdan aram evatgandan keyin yo'ldagigacha yerib charchab keladi. Shunlashqa opam dadam amra qo'ymadim. Endi bu tamoqni qo'rmaylam qildim-da, bir yerlari bir qanday bo'lib qolsanglik qilmanglar. Tamoqlarni etib bir vaqt kelgan vaqtda opam telefon qilibdi, bolam uyingizdan oldiga keldik, chiqamsiz deb. Ma'qul deb ish qilib og'riqlar bir chetga qopdi, xushalligimda yugurib chiqdim-da uydan. Chiqib yo'lga chiqib birdan turib boqma, kelmaydi, ayang qarayman, mayan qarayman, yo'q. Shundan bir vaqt keldi bular. Endi men opamning chiroyini chiqaramadim. Opam qattiq ekran chiqishni faqat xohlamaydi. Chiqaman deb turib, amalning yo'qidan mush quchog'iga yanalam chiqadim. Andan keyin uyga kirgandan keyin tamoqni davomini etib, uydagilar tamoqqa daxil bo'ldik. Qag'ini oxirida muzika anglag'ash, oxirida bir to'liq ko'rayotganlar ajrim uchun bir tal yurakni berishni unutqanmanlar. Men xushalligimga yurak bermasanlar, ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Yurak san qanchacha qo'ysa, men zo'pin tushib ketmaydi. Ko'ygan zamonlar yurakni besvasanlar yaxshi bo'ldi ekan-ku. Ona xos muzika anglag'ash davomini ko'ringlar. Bir gapni eskartib qo'ying. Ma vloglarning orasida bir talm e'lon yo'q. Shunga e'lon yo'qkan deb xotirjam ko'rsanglar bo'ldi. Agar hozir vaqtinglar yetmasa, yurak berib saqlab olgandan keyin vaqtinglar yetganda to'liq bir ko'rib chiqishinglarni umid qilaman. Ahırda barlıq ata-analarning ömrünün uzun, tenining salomat bo'lishini chin ko'nglimda umid qilma. Endi hech Nimishqa vlog yo'llamas bo'lib qoldingiz, vlog yo'llab bersangiz bo'lmamda deb ayrimxonamga uchurni to'shqizib aytibsizlar. Mening shundoq bek yo'llig'im bor, lekin men javob tatib, ovoz berib, ko'rishtirib yo'llab qo'ysam, yurakda xibermaydi ekansizlar, ko'may serib o'tib ketadi ekansizlar, yo guanju qilmaydi ekansizlar. Bu javob tatqanlarimning hammasi bekor oldi ekan. Shunga vlog yo'llamagan, lekin qo'llovchilarimning kuchli talabiga asosan to'y qilgandan tatib, to'yga hozirgacha bo'lgan barliq shipillarni ko'rishtirib, vlogga ovoz berib tayyor qilib qo'ydim. Lekin endi oshichola javob tatib buni yo'llasam ko'rolmay qilish aniq. Shunga eng avval do'yinga vlog yo'llanadigan jonxo deb bir nomerni qo'yib o'tish uchun ilgirki vloglarni huzuringizga sunib o'tgandan keyin yangi vloglarni huzuringizga sunishni to'g'ri topdim. Unda qolsa diqqatinglar davomli vlogimning oxirida bo'lsin. 2023 yildan boshladim hamsa.